chiqdi. Qancha bayeslar va Bobur akalar video qilib chiqdi. Jasko Koach akamizga ham rahmat. Ukajon, nima gap? Yaxshimisiz? Nima bo'layapti? Nima yordam kerak deyapti? Men agar pidaras bo'lsam, nipraf bo'lsam-da, shunaqa hurmatli insonlar orqamdan chiqadimi? Men javob beraman. To'xtar agar O'zbekistonga kelsa, qo'l ko'tarish bu yerda tursin, chiroyli iftorlik bilan, chiroyli osh bilan, mo'shli chiroyli kutib olamiz. Bizni tarbiya shunaqa hech qachon mehmonga unaqa bir noto'g'ri ko'z bilan qaralmaydi. To'g'risi. Nimaiki urush bo'lsa, kletkani ichida bo'ladi. Men video chiqargan paytim ham aytdim. Men aytdim, dedim, O'zbekistonga chiqib yo bo'lmasam chekkaga chiqib ham bir boy ko'raylik dedim. Nima Qozog'istonda turib faqat Qozog'istonda ishingni ko'rsatasan. Chekkaga chiqqan payting quyoncha bo'lib qolasan-ku desam, videoni ko'ribdi. Bunday qilib, narsa qilib menga nimadirlar deb yozib yuboribdi. Tushunmadim qozoqchalab yozib yuboribdi ular. Bir tiyinga qimmat bu. Mengachi ko'pincha mana shunaqa ish qilib qolishadi. Men bilsam ham boraman kulib turib. Men yoniga borayotganda, "Ya Alloh" deyman, o'zing yaxshi misol yaxshilik bilan tugasin deyman. Bir tiqib qoladi, qochadi. O'sha men bilan razborlashganlar. Men xursand bo'laman. Meni mana shuncha kuzatayotgan odamlar bor. Meni yaxshi ko'rib, bitta narsaga men hayron bo'ldim. Aytay sizga, TikTokka kecha bitta kiryapman. TikTokka bitta kirdim. Qirg'izistonlik nima deydi, bavurlarimiz deymizmi? Qirg'izistonliklarga kattakon rahmat. Qozog'istonda noto'g'ri ish qilibsizlar, lekin Qozog'istonlik kattaroq akalar chaqirib, mana shularni kelishtirib qo'yishinglar kerak edi, mehmonni unaqa qilish kerak emas deb. Misol, o'zbeklar o'zbekcha fikrlaydi. Qozog'istonliklar baribir o'ziniki bo'lsin deydi, lekin boshqa millatdan qarab turgan mana chesni boshqa ko'z bilan qarab turgan mana qirg'izistonlik odamlarning fikrini ko'rib, hammasi bor ko'zimga yosh keldi. Mana haqni biladiganlar ham bor ekan-ku deb. To'g'risi-da. Men Odilxon, to'g'risini aytsam, oxirgi paytda o'rtamizdagi muammodan keyin gaplashmay qo'yganmiz, to'g'rimi? Videoni ko'ryapman, orim kelib ketdi-da. Onnasini emsin dedim, bila dedim. Xuddi menga qilgan situatsiyani Odilxonga ham qilishibdi. Xuddi menga mana shunday kutilmaganda qo'ndirib qolib, kutilmagandan shunaqa ish qilishibdi dedim-da, keyin ko'rdim-da, bila dedimda, keyin video qo'ydim. Odilxon. Millatni yomoni bo'lmaydi. Odamni yomoni bo'ladi. O'sha biz uchragan odamlar grezdirki, 2-3 ta bo'lib turib hal qilishga harakat qiladi. Shunaqa joyi bor. Millatni hech qachon yomoni bo'lmaydi. Endi bitta savol bermoqchiman sizga. Uchinchi boy mabodo berilsa, shunaqangi darajada bir trenirovka qilib, iloji bo'lsa shuni qaytib gapirmaydigan qiling. Shu oktagonda ichida quvlab yurib o'ring shuni. Shuni biz ko'rib maza qilib yayrab o'raylik. Qaytib gapirmas. Endi qarang. O'zi Kamil o'rniga yaqindagi BMF kamar jangiga u Kamil bilan ham 2 marta urishdim, To'xtar bilan ham 2 marta urishdim. Mendan haqli odam yo'q-da kamarga. Tanlashda adashmang. Ko'p yillik tajribaga ega Sof savdo internet magazini sizlarga tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, balki ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Masalan, yuzdagi qora dog'lar, qorinni kattaligi va semizlik, sochlarni har xil taraganda to'kilishi, immunitet tushib ketishi, sepkil va ajinlarga qarshi, yoshartiruvchi kollagenlar, qomatni tortib turadigan bandajlar, kista, mioma va sistit. Bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlarni topishingiz mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Lekin Kamilni qo'yib yubordi. Kamilni o'rniga men urishim kerak edi. U yerda bir qochdi. 11-mayga davay dedim shu paytgacha. 11-maydan qochdi. Bilasizmi nimaga? Sababini aytaymi? O'zingiz mana shu yerda rol o'ynagansiz. Men qo'pol qilib aytsa, atravleniya bo'lib qolsam ham, tizzam chiqib ketsa ham 3 raund urishganman men u bilan. Tushunyapsizmi? Sog'lom holimga ham, boshqaga ham, oyog'im uzilib tushgan holiga ham bu bo'y, chempionskiy bo'y 5 raund bo'ladi-da. Ko'tanini sug'uraman, tushunyapsizmi? Sug'uraman, prosta. Bu qo'rqadi bu keyingi jangni qilishga. Bak, 5 raundli jang bo'ladi, uni dixalkasi chidamaydi. 3 tadan keyin o'ladi u. Odilxonni bolalar. Endi aziz gapini aytaman, shu kalta yeb urib qo'yadigan bo'ladi, tushunasizmi? Raundlik jangdachi
ko'tanini sug'uraman 5 raundlik jangda bori. Baya Agar- qarang, bitta savolim bor o'zimiz o'rtamizda. Mhm. Ano, cho'lkangizni jo'natib nima keragi bor deb ustimdan yozdirib. Mana erkecha, mana Ro'za Mana gapirganman. endi shu gapingizda to'xtang, mana Sardor to'xtabdi. Men Sardorni efirida xuddi shu tema bo'lganda kirib Sardorni efirida eshitib turdim. Ditto aka, bu Aziz monster gaplashib turishdi. Ha? Borma deb What? Galasoy tashladi. Borma qayt desam, u Galasoyni eshitgizdi. Yo'q deydi, nimaga men bilan sizni deydi o'rtalaringda bo'lgan narsani menga aralashtiryapti. Men o'zim gaplashaman desam, rasa yozdi. Uchasi ham bordi buni. Sardorni uchasi ham bordi. Bratishkamga ham telefon qildim. Bratishkamga ham telefon qildim. Gaplash. Men eshitib anaqa qilmayapti. Buni hammasini, uka. Men U qiz o'zi, spesialniy o'zi. qarang. Men urishib qoldim. Unaqa ish qilmasin. O'sha gap bo'lib boshladi efirda o'zida. Yozaman deyapti ekan deb odamlar keldi. O'sha paytda xuddi aytganda 4 kishi gaplashib turdik. Monster, Aziz, Ditto aka o'zim. 4 kishi. Ulanib turdik. Ditto aka ham aytdi, qaytarib olsin aytdi, aka aytyapti, olmadi dedi. Men Gapim olmayapti. yozdim. Men Galasova, shu gap rostmi? Odilxonni shunaqa ustidan yozyapsanmi dedim. Siz aralashmang, siz meni erimmassiz dedi-da, shuni chornalab yubordim. Siz Endi dedi, meni bitta gapda yo, bu aloqaga prostachi 55 milliongacha, 55 millionga yana bitta mashina olib qo'ysam bo'ladi-da, ben shuni to'layapman-da shu. Odilxon, mana sizga bitta narsa Ro'za akani. Ana shu tema bo'lganidan keyin, ana shu temadan keyin u qiz bilan gaplashmadim mana hozirgacha. Men yo'qoldim. O'zim ham vaqti ko'nglim sovidi. Gaplashmay qo'ydim bu qiz bilan. Realni o'sha Odilxonning temasi bo'ldi. Undan keyin umuman muomala qilib gaplashmay ketdi. U menga aytayapti. Men siz meni erimmassiz, siz menga aql o'rgatmang deyapti-da, shuni chorlayapti. O'zi shu yetarli gap qilib qo'ygandan keyin qanday gaplashiladi bu bilan? Yetarli gap o'zi.